Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Andijon qora tovuqlarimiz sotilyapti. Andijon qora tovuqlarimiz yoshi 2 oylik, soni 5000 dona bor. Manzilimiz Andijon. Makon Xo'roz aralash. Kelib ko'rib, o'zlaring tekshirib netib olaverasizlar. Tovuqlarimiz uy sharoitida boqilgan, hammasi tashqarida yurishibdi, mana ko'rib turibsizlar. Agar объемda oladiganlarga объемda kelishtirib berilaveradi. Narx-navolar dona olaman deganlarga dona ham qilib berilaveradi. Dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz alohida hisoblanadi. Dastavkalar O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma joyga qilib berilaveradi. Agar ozroq olaman degan akalar bo'lsa, hali yo'nalishdagi taksilardan pochta qilib chiqarib yuboradi akalar. Agar объемda bo'ladigan bo'lsa, o'z maxsus tovuq tashiydigan mashinalar bor, o'shalarga aytamiz, o'sha narx-navolarni anchagina arzonroq qilib berishadi. Olib borib tashlab berilaveradi. Tovuqlar inkubatordan chiqqan, lekin tovuq ochib chiqmagan, chunki bu yerda объем o'zlaringiz bilib turibsizlar, 5000 tani tovuq ochib chiqib berishi juda ham qiyin bo'lgan muammoli narsa. Shuning uchun inkubatorda ochilib chiqarilib boqilgan tovuqlar. Endi misol qora tovuqlar biznesini endi boshlaymiz deyotganlar bemalol aloqaga chiqinglar. Nomerda videoni tagida описаниеga yozib qo'yaman. O'sha nomerda telegramlar bor, WhatsApp ham bor. Ikkita nomer yozib qo'yapman. Unga tusholmasangiz bunisiga, bunga tusholmasangiz bunisiga telefon qilishlaring mumkin. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Qiziqarli videolar chiqarishda davom etamiz.